Alpomish Media taqdim etadi. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi Baxshi-Qul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlanadi. Ağzımdan çıkadımayın ahanglar. Ey ummanda sızladı ülken ahanglar. Ey zulmet bıçağından kurtulup tangları. Ey şula biri bastavatı varadı. Ey kasallık koyadı tüşekle mıhlap. Ey kim kirse kalarsan yüzüge tıklap. Ey on kabat kırpanı koysayam tahlabi. Ey tinen eti kanday batıp varadı. Töküler çıraylı kaşlar. Ey ne savda kurmaydı bu aziz başlar. Ey navbatin kutmaydı karı hem yaşları. Ey varmalı dünyadan ötüp varadı. Ey osmandan yıldızlar küçüp varadı. Ey kanatlı karçıgay uçup varadı. Ey yolbars ölgesige aylangan keyigi. Ey zerreçe can için kaçıp varadı.
Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Жақсылар ба, Uzbek қарындаштар. Күнді Uzbekistanға келіп, бақсы қайчылардың құрылтайына тұружарға мен сүйініп тұрым. Ян бұян сілердің қычырғанарға. Алқыш Алтайдан. Бізді қычырған Ухтам Хакимов, ол біздің фольклорист, коллега, нөкөріс. Оның үшін біз оғы бұл баштапқы қайчылардың, бақсылардың құрылтайын өткірерге, болужарға төмөжөргө келдіз. Емдігі өйді бастыра түрк қалықтарда қай чөрчөк, бақсылардың айтқан чөрчөктері бүгінгі күнде орнығып жат. Ол орнығы іштер, эпостарда, қай чөрчөктөрді, қалықтардың түкізі, өткен күні, бүгінгі күні, ертенгі күні эпостарда қай чөрчөктөрді айдылат. Қай чөрчөкті білзе, Алтай албаты тилыйбас. Қай чөрчөкті айтса, эпостарды білзе, қалық тілін ұндыбас. Түрк қалықтар бүгінгі күнде бойының тілін білерге, бойының түкізін, жүрімін білерге, бала бархаға келер үйеге, жүрім берерге эпостарды білер керек. Бүгінгі күнде эпостар башқа формаларла өткірілер керек. Ол камерный фестиваль болыр керек. Шоу болбос керек. Ол бойының бүдімін солы бас керек. Оның үшін бүгінгі күнде бұл баштапқы құрылтай бейік кемінде өтсін. Uzbekistan Алтай жаранзын бастыра түрк қалықтар нажылық болып, жақшы жүрзін, жолдары ачық болзын. Ақ аястан, көк аястан ырыс келзін. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Endi aziz mehmonlar, tadbirimizning taqdirlash qismiga o'tamiz. Buning uchun hozir men alohida mana shu qurultoy tashkilotchisi, demak, Alpomish media rahbari Uktam Hakimovni taklif qilaman. Tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor. Yevdokiya Ivanova, Aksiniya Nikolayevna Stepanova. Asosiy har doim biz baxshilarni maqtaymiz, baxshilarni gapiramiz. Do'mbira bo'lmasa, baxshi bo'lmaydi. Bizning yo'nalishda. Endi shu baxshilarda doimiy hamrohi bu do'mbira bo'lsa, do'mbira yasaydigan ustalar haqida ham ma'lumot olganmiz, ularda ham yozganmiz. Mana ustozlar, mana Nuriddin aka, Aminjonov, Normurod Norqobilovlar yozgan bo'lsa, keyingi davrlarda ularning ishini biz davom ettiryapmiz. Bu san'at qanchalik qadimiy, davomli bo'lib kelayotgan bo'lsa, oldin ustozlar boshlagan bo'lsa, avval ham yozib olingan, bizdan keyin ham yozib olinadi. Bizdan keyin ham Xudo xolasa shogirdlar, davomchilar chiqadi. Shu do'mbira ustalarini ham ko'p ma'lumotlar yozganmiz. Bu do'mbira ustalarining sulolasi Mamatqul ustadan boshlab Shafoat bobo usta, Shafoat boboning o'g'li Doniyor usta, Doniyor ustani ham o'g'li hozir yasayapti. Mana 4-sulola hunarmand. Shu do'mbira ustasidan biz Alpomish media bulardan olib, endi bu bizni sovg'amiz, do'mbira cholg'isini biz endi mehmonlarimizga hammasiga sovg'a qilamiz. Bu o'zbeklarning do'mbirasi butun dunyoga ketsin degan ma'noda. Muborak bo'lsin. Taran Larisa Vladimirovna, keling. Nima do'mbira bilan birga Boysindi do'ppisi dedi. Baxshqul akani sadoqatli shogirdlaridan biri Farruh Nuraliyevning sovg'asi bu. Boshlaring omon bo'lsin deymiz mehmonlarimizga. Va keyin ularga chanqovuz ham sovg'a qilamiz endi. Bularni qo'miz deydi, bularda ham bor, lekin bu bizni Surxondaryoning Boysindi chanqovuzi. Друзья, я очень рада. И я не думала, что вот сегодня получу такие музыкальные инструменты, потому что в Доме эпоса я коллекционирую музыкальные инструменты разных народов. Теперь у меня
В коллекции имеется и домбра, и чанкауз. Спасибо большое. Махтал. Наева Алевтина Ивановна. Qoyil. Nurlan Mingboyev. Muborak bo'lsin, juda yarashdi. Aziz Bimirza o'g'li, keling. Aziz og'a. Құрметті ағайындар, бауырлар, туыстар, мынау ұйымдастырушы Өктам інімізге жаңа бір кітап сыйлаймын деп ұмытып кетіппін. Осы кітапта сен сайттардансың ба? Сайтты да тауып аласың. Бұл кітапта 12 жаңалық бар. Ол жаңалық кез келген этникалық есімді қалыпқа салып жіберсе, ол есімнің ғылыми этимологиясы шыға береді. Себебі бұны жасаған бірінші ірі ғалым Николай Яковлевич Мар деген өткен. Сталин оны ат жіберген. Эфетическая теория происхождения языков мира дегенді шығарған. Түркі тілдері әлемдегі барлық тілдер түркі тілден тараған деген. Бұл керемет дүние болған. Фактически ол дәлелдеген. Солай болсын. Манас Академиясы президенті. Қырғыз болып келіп, өзбек болып кетасыз. Mehmonlarimizga umrboqiy meros tashkilotidan Lutfiya Mirzayeva va O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning qizlari shoiri Oripova topshiradi. Rahmat, hayajonlanib ketdi O'ktamjon. Albatta bugun juda ham katta bir unutilmas tarixiy voqea bo'ldi desa xato qilmaymiz. Chunki bizning respublikamizda mana shunday bir nodavlat tashkilot tomonidan juda ham katta chiroyli xalqaro baxshilar qurultoyi o'tkazildi. Bu birinchi marta o'tkazilyapti. Albatta bu tadbirni o'tkazishda mana shu tadbir tashkilotchisi O'ktamjonni xizmatlari juda buyuk. Bu ishni o'zi buyuk. Yana mendan oldin so'zga chiqqanlar juda ham chiroyli bir ta'riflar berdilar. Faqat bitta so'z qolib ketdi. Men shuni aytmoqchiman. O'ktamjon fidoyi inson. O'zini kasbiga, o'zini do'stlariga, o'zini vataniga, o'zini xalqiga fidoyi inson. Men sog' salomatlik tilayman. O'ylaymanki, bu qurultoyning umri boqiy bo'ladi va bundan keyingi o'tkaziladigan qurultoylar bundan da kengayib, boshqa Turkiya davlatlar ham bizlarga qo'shiladilar deb umid qilaman. Katta rahmat. Hamkorligimiz siz bilan bardavom bo'lsin. Mana biz 4 yildan buyon Alpomish media tashkiloti bilan hamkorlik qilib kelyapmiz. Men bundan xursandman. Ishlarimizga Alloh omad bersin. Endi ijozatlaringiz bilan Umrboqiy meros targ'ibot markazi nomidan o'zimizni esdalik sovg'alarimizni mana shu go'zal qizlarimizga topshiramiz. Примите, пожалуйста, наши подарки от имени Центра пропаганды культуры и искусства Узбекистана Умрбоқий Мерос. Мы скажем вам всегда добро пожаловать в Узбекистан и огромное спасибо за сегодняшние ваши красивые выступления. Мы вам очень рады. Эта книга на 3 языках, на узбекском, русском и английском языках. Пожалуйста. И это наш буклет. Muborak bo'lsin, bitta qarsanglar bo'lsin, endi sovg'alar taqdimot etilayotgan. Красивые девушки, красивые парни.
Muborak bo'lsin, juda yarashdi. Ana endi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining mehmonlarimizga atalgan sovg'alarni taqdim etamiz. Buning uchun Yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari G'ayrat Majidni taklif etamiz. Marhamat. Qarsaklar bilan albatta mehmonlar. Күндүлү туружачылар, карындаш түрк халыктар, бүгүнгү биздин Алпамыш медианың Ухтам Хакимовдун командасынын өткөргөн курултайы бийик кеминде өттү. Кол чабызуу. Фольклорист киши өткөргөн курултай oyunun çın yolunda. Bu şov emez, konser emez, kamerный festival. Mındıyla bolor gerek, yol alınsın. Ухтамның командасына açık yol, su qadık, eşne körüle, aylı yurtunda açık yoldur. Ezen amır bolsun. Endi navbatdagi sovg'alarni topshirish uchun men alohida demak ishtirokchimizni mehmonimizni taklif etmoqchiman. Ya'ni pedagogika fanlari doktori professor Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent filiali rektori o'rinbosari Abduhakim aka Mamanazarov, keling. Qarsaklar bilan albatta o'rtoqlar. Şardom bıramayın başıgın. Ana endi navbatdagi demak sovg'alarni topshirish uchun Til va adabiyot jurnali Farruh Jabborov taklif etamiz. Farruh, keling. Sog' bo'ling. Yana şardom bıramayın başıgın. Bitta olqishlab qo'yamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin sizlarga aziz mehmonlarimiz. Xush ko'rdik yana bir bor. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Ustozlarga, shu tashabbusimizni qo'llab-quvvatlagan hamkorlarimizga, axborot ko'magi bo'lgan telekanallarga, ustozlarga va yozuvchilar uyushmasi bizning tashabbusimizni labbay deb qabul qilib, biz bilan hamfikr bo'lgan tashkilotlarga minnatdorchilik bildiraman. Shu bahona menimcha yaxshi o'tdi. Baxshilarda ham kayfiyati, xalqda ham kayfiyat yaxshi. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Bizni demak ustozlarimizga bag'ishlangan sovg'alarimiz ham bor. Bu yerda filologiya fanlari doktori professor Shomirza aka Turdimov, keling. Alpomish media rahbari O'ktam Hakimovdan sovg'a. Nuriddin aka Aminjonov, keling. Ularga atalgan sovg'amiz ham bor. Domlaga bitta chanqovoz ham sovg'a qilsam nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Muborak bo'lsin. Rustam aka Abdullayevni ham chorlaymiz. Keling ustoz. Muborak bo'lsin. Yana şardom bıramayın başıgın. Normurod aka Norqobilov, keling ustoz. Mana
mana shunday shogirdlardan sovg'alar olib yurish sizlarga ham nasib etsin. Yoshlar, Xullas bizda yana bir sovg'amiz bor edi. Yozuvchilar uyushmasiga maxsus rais o'rinbosari do'stimiz shoir G'ayrat Majidni chaqirsakda, yozuvchilar uyushmasi uchun maxsus bitta do'mbira sovg'a qilsak, nima deysizlar bu? muborak bo'lsin. Yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Salomat bo'linglar. Safarbaxsh Shaydilov, Manjibaxsh Do'stmurod chaqirsak. Yozuvchilar uyushmasi. Baxtiyor Baxshi Ortiqovni chorlaymiz davramizga. Sahnaga keling Baxtiyor aka. Qobil Baxshi keling. Qobil aka. Xullas bittalab e'lon qilmaylikda hamma baxshilarni chiqaraylik, jirovlar, baxshilar, hamma ishtirokchilar. Sahnaga chiqqan ishtirokchilar hammasiga bor sovg'alarimiz, sertifikatlarimiz. Keling, keling. Usmon Baxshi, Zafar Hayitov keling. Ilhom Baxshi Norov, Jamshid Shoyqulov. Keyin yana mana yangi talabalar, shogirdlar ham hammasi chiqing. Ilhom og'aga maxsus to'n. Ilhom aka sizga kichkinagina bo'lsa ham esdalikka bu do'mbira. Sizning sozingiz bor, endi o'zbeklar do'mbirasidan ham Azoda Qarliboyeva keling bu yoqqa. Chorbaxsh Qulturayev. Usmon kel. O'rolbaxsh to'n olib kelgan ekan, menga bu to'n meniki, men endi xohlagan odamga beraman. Mana. Rahmat. Yana bizni bitta hamkorlarimizdan Surxon chinnilari bor, Shuhratxo'jam qilib topshirar ekan sovg'ani. Ma'rifat va yoshlar gazetasi, shoir Alisher Nur. Keling bu baxshilarga sovg'alarni. Hamkorlarimiz sovg'alaringizni beraveringizlar. Keling. Ilhom og'a, o'zingiz topshiring, o'zingiz. Ilhom aka, sizga. Mana sizga. Barchaga muborak bo'lsin deymiz sovg'alar. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi. Biz baxshilarni ko'pincha mana festivallarda, televideniyada ko'rganlarimizni shulardan iborat bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Yo'q, unday emas. Ular o'zi aslida bu estrada qo'shiqchilaridan yoki estrada aktyorlari, yulduzlaridan juda kamtar, juda oddiy odamlar ular.
ular shu juda tog'ni orasida, toshni orasida yuribdi, adirda kamsi qilib yuribdi ular. Ularni bizni vazifamiz kashf qilish va ko'rsatish. Agar izlab borib topib bularni yuzaga chiqarsa, bular bitmas tuganmas xazina ko'milib yotibdi. O'ktam akaga o'xshagan odam ko'p emas. Ya'ni o'zini ro'zg'oridan orttirib, o'zini boshqa tashvishlaridan orttirib, yana mana shu ijodiy loyihalarga pul sarflaydigan odamlar ko'p emas-da. Va uni hamma ham unga qurib yetmaydi. Agar davlat va kichik grantlar ajratadigan bo'lsa, bitta baxshi san'ati, mana bitta xalfa san'ati bor, o'lanlarimiz bor, boshqa allalar bor. Mana shunday folklorning turli janrlari, turli ijrochilik yo'llarida biz Toshkent shahrida yoki boshqa katta shaharlarimizda doimiy loyihalar qilib borsak, jamiyatni sog'lomlashtirishda bunaqa loyihalar juda ham muhim. Mana shu ildizlarimizga ulaydigan loyihalarni qilib tursak, vaqti topgan odam boradi, ko'ngli suv ichadi, tozaradi, poklanadi va yangi kuch bilan shu jamiyatni rivojlanish yo'lida harakat qilaveradi. Xalq og'zaki ijodi bizning o'zagimiz, o'zligimiz. Ildizlari chirigan daraxt oson qulaydi, nobud bo'ladi. Inson ham xuddi shunday. To'g'ri, ichimizdagi o'zak, o'zlik mensiz ham yashash mumkindir. Lekin bizningcha ana shu o'zak, ana shu ildiz, ana shu hikmatlarsiz inson hayoti va insonning o'zi ham butun bo'la olmaydi. O'zbekiston xalq baxshisi Baxshqul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlangan Baxshili el, Botir el xalqaro baxshilar qurultoyi bizga ana shuni yana bir karra his etish va tushunishga yordam berdi nazarimizda. Ana shunday ezgu maqsadli qurultoylar bardavom bo'ladi degan umiddamiz. Birinchi xalqaro baxshilar qurultoyi Baxshiqul Tog'ayev tavalludining 65 yilligiga bag'ishlanadi. Alpomish Media